Uzi tekshiruvi bo'yicha bachadon miomasi aniqlanganda, uni rakka aylanib ketishidan qo'rqib, bachadonni jarrohlik yo'li bilan olib tashlash bu xato. Tadqiqotlarga ko'ra, bachadon miomasi aniqlangan ayollarning 0,1%dagina bachadon tanasi onkologiyasi aniqlanishi mumkin. Hatto shu foiz ham aynan bachadon miomasi bilan bog'liq bo'lmasligi mumkin. Agar sizda ham mioma tashxisi aniqlangan bo'lsa, uni rakka aylanib ketishidan qo'rqib, xavotirlanmang. Faqatgina malakali ginekolog shifokoriga murojaat qilsangiz, o'zingiz uchun to'g'ri yechim topasiz. Sizda ham mioma aniqlangan bo'lsa, direktdan murojaat qilishingiz mumkin. Uzi tekshiruvi bo'yicha bachadon miomasi aniqlanganda, uni rakka aylanib ketishidan qo'rqib, bachadonni jarrohlik yo'li bilan olib tashlash bu xato. Tadqiqotlarga ko'ra, bachadon miomasi aniqlangan ayollarning 0,1%dagina bachadon tanasi onkologiyasi aniqlanishi mumkin. Hatto shu foiz ham aynan bachadon miomasi bilan bog'liq bo'lmasligi mumkin. Agar sizda ham mioma tashxisi aniqlangan bo'lsa, uni rakka aylanib ketishidan qo'rqib, xavotirlanmang. Faqatgina malakali ginekolog shifokoriga murojaat qilsangiz, o'zingiz uchun to'g'ri yechim topasiz. Sizda ham mioma aniqlangan bo'lsa, direktdan murojaat qilishingiz mumkin.